Bugun bir arzigulik yangilik bo'lmasa-da, sizlarga mana shu hafta davomida sodir bo'lgan migrantlarga oid yangiliklarni qisqacha qilib aytib o'tmoqchiman. Rossiyani Davlat Dumasining rahbari O'zbekistonga keldi. Rossiyani egallab olingan yangi hududlarda yilda oxirigacha patentsiz ishlash mumkin bo'ladi. KAMAZ kompaniyasi, ya'ni Rossiyani yirik kompaniyalardan biri o'zbekistonliklarni ishga taklif qilyapti. Bu haftada migrantlarga oid yangiliklar sezilarli darajada bir muhim bo'lmasa-da, shulardan asosiylarini aytib o'taman. Bugun 22-mart. Qulayroq o'rnashib oling, migrantlarga oid yangiliklar bilan tanishing. Rossiyani Davlat Dumasining rahbari rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keldi. Duma rahbari Vyacheslav Volodin O'zbekistonni Rossiyani 10 ta ishonchli hamkorlardan biri deb atadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham Vyacheslav Volodin bilan uchrashdi. Rossiya bilan O'zbekistonni bog'lab turgan asosiy masala bu migratsiya masalasi bo'lgani sababli shu yerda Rossiya Federatsiyasida migrantlarning muammolarini ko'rib chiqib, kelajakda hal qilish masalalari ham o'ylashimcha bu uchrashuvda ko'rib chiqildi. Yana bir muhim yangilik, migrantlar endi patentsiz ishlashlari mumkin. Bu yerlar Rossiyani yangi egallab olgan yerlari. Mana shu yerda yilning oxirigacha patentsiz birgina daktiloskopiyani o'zini topshirib, yilning oxirigacha prezident farmoni bilan ishlashlari mumkin. Bu haqda prezident farmonni imzoladi. Farmonga binoan Donetsk va Lugansk, Xerson, Zaporojye viloyatlarida patentsiz ishlash mumkin bo'ladi. Farmon 20-martdan kuchga kirdi va Rossiyani yuqorida aytgandek yangi egallab olingan hududlarda chet el fuqarolari patentsiz, diqqat qiling, patentsiz yil oxirigacha ishlashlariga ruxsat berildi. Rossiyani yirik ishlab chiqaruvchilaridan KAMAZ kompaniyasi O'zbekistonliklarni mana shu kompaniyaga ishga taklif qilyapti. Hozirda KAMAZ kompaniyasida migratsiya agentligi tomonidan yuborilgan 500 nafardan ortiq o'zbekistonliklar mana shu ushbu zavodda ishlab kelishyapti. Bu yerda asosan yuk avtomobillari va har xil avtobuslar uchun dvigatellar, maxsus texnikalar ishlab chiqiladi. Avval ota-bobolarimiz ishlagan kabi mana shu zavodlar Rossiyada qayta tiklanayotganga o'xshaydi. Do'stlar, o'ylayman yangiliklar sizlarga kerak va manfaatli bo'ldi. Yangiliklarimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr deb qolaman. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar va salomat bo'linglar.